bo'lmasa bir qiyiqroq bilan qarsak bo'lsin. Hey, Akramjon aka. Ana bitta chiroyli ko'rishni ham namoyish berasiz endi. Otalarimiz choyxonada chordona qilib o'tirsa, Akramjon akam bir qavat turus ustida chordona qilib qanday o'tirib tomosha ko'rsalarki, tomosha qilib borayman mana. Buna qarang. Bir piyola choy chiqarib olsa, choyni ham ichib bemalol o'tiraveradilar. Qo'ldagi langarchilni qo'yib olib, tepaga ko'tarib, qo'llarni o'tirsa ham bo'ladi. Buna qarang. Menimcha qarshi ikkasi kerak. Opalarim, akalarim ishdan charchab kelib, sim karavotda yotsa, Dorboz akam bir qavat ro'stda yotib bir tomosha ko'rsatsin. Qani. Ana bo'lsa. Oyoqlarni bir-birini ustiga qo'yib yotsa ham bo'ladi. Oyoqlarni ko'tarib, bir-biriniga chalg'ancha qo'yib yotsa ham bo'lar ekan. Ana bo'lsa. Oyoqlarni almashtirib yotsa ham bo'ladi. Ana. Oyoqlarni kelasa tepaga ko'tarib yotsa ham bo'ladi. Qarshi ikkalasi qarshi cholsa ham bo'ladi. Müzik üzülüp gitti. Çal çape çapıyla takatta. Tillep gitti biraz. Tarçıkçın ara o. Ya kızıp gitti ana. Ya barakallah. Ya barakallah. Hadi. Ya şor balım. Ya yeni de ben oynamır kolaylı geldi. Hadi. Hay. Hadi bu yaklaştı. Hadi. Barakallah. Hop bulanı buradan gelsin. Ya. 60 yoshda Akramjon hoji sizlarning xizmatingizda bo'ldi. Shanlarga bir qarshi qo'ygan 100 yoshga kirsin. Endi hoji aka pastga tushib kelavering endi. Sizni ham ko'p qiynab qo'ymaylik. Endi navbat yana bir chiroyli tomoshaga beramiz. Oddiy arqonibni ilonga aylantirish tomoshasiga beraylik. Rahmat. Salomat bo'ling. Allohning niyatlari yetsin. Mana hoji aka. Qarang, pul so'ramaysiz, mana qo'limizga pul. 60 yoshda akamiz ikkilola bir tomosha ko'rsatib to'xtadi. Daryo bebaliq bo'lmas, to'qay beshir, ma'rakayi maydon betalabi umid bo'lmas deydi. Dorboz akamizni tomoshasini ko'rib havas qilgandan, ixlos qilgandan, mehnatini ko'rib loyiq topgandan, ko'rganim halol bo'lsin deb yaxshi bir niyat qilgandan, Dorboz akamiz yo'llari quruq bo'lmasin, talabim 10 mingtasini so'rab qo'yaman. U ham yo'g'ri 5 mingtasini. So'raman har kimdan emas, ko'rganim halol bo'lsin deb yaxshi niyat qilgandan, havas qilganlar o'zlari qadam bochiqsin, ixlos qilganlar o'zlari qadam bochiqsin. Dorni tagiga bir 7 qadam bosgan ixlosi boshqa deydi. Yaxshi niyatda dor tagiga bir 7 qadam bosib, Dorboz akamizni, hoji akamizni davrasini bir obod qilgandi. Ikki dunyosi obod bo'lsin, amin.
Allohu akbar. Chorida qanday mehmon do'stlar. Hoji akamizni davralarni obod aylarkinlar qani. Hey, hoji aka. Ko'pchilik vaqtini olib qo'ymang. Vaqt g'animat, diydor g'animat deydi. Navbatda oddiy arqonibni ilonga aylantirish tomoshasiga navbat berib boramiz. Ko'rib guvoh bo'lib boramiz. Lekin azizlarim, hop. Hoji aka u nariyadan turib chaqirishyapti. O'zlari kelsin deyishyapti, o'rtaga chiqqani, singillaringiz xijolat bo'lishyapti. Hop, mayli. Bo'ldi, hozir aka, mana akam ham chaqiryaptilar, mayli. Hoji aka o'zi bir o'ng tomondan aylantirib qo'yay. Aylanib kelgandan so'ng yana tomoshamiz davom etsin. Aylanib borganda ham Akram hoji kelyapti deb qo'liga tegib, havodorlikka qo'shilgan ehsonlari oxiratda, jannatda boshlarga soyabon bo'lsin, amin. Allohu akbar. Duo qilib o'tib boring, qani. Xo'jayin. Ya rahmat, salom alaykum, rahmat. Niyatlarga maqsadlar yotsa hammalarning rahmat. Mana bormikan bu tomonlarga, bu yo'qlarga. Hey, rahmat hoji aka. Qarang, xalqimizni mehmon do'stligini. O'tirib tursiz ham qo'lingizga pul aylanib boshsa, qo'llarida pul bilan chaqirib yig'lashyapti. Bir duo qilaylik, ilohim, amin. Hoji akamizga birini beryapsizlarmi? Alloh sizlarga mingini bersin. O'g'illarınız bo'lsa polvon bo'lsin, qizlaringiz bo'lsa baxtli, saodatli bo'lsin. Allohu akbar. Duo qilib boring. Rahmat, salomat bo'lsinlar. Ya rahmat, salomat bo'lsinlar, rahmat. Bir va'dangni olgani. Ya rahmat, salomat bo'lsinlar, rahmat. Sır açay, seni kızdan ayrılsam, canımını o'tga otay, yüzlaringa gül saçay. Ya rahmat, salomat bo'lsinlar. Senga sir açay, seni kızdan ayrılsam, rahmat. Hammalarini ham himmatlariga rahmat. Hammalariga salomat bo'lsinlar. Sizlarga xizmat qilib bordi 60 yoshda Qo'qon farzandi Akram hoji akamiz haqlariga bir qarshi chiqganda xonadonda yaxshi kun to'ylar bo'lsa ilohim. Salomat bo'lsinlar. Rahmat. Tomoshamiz davom etadi. Navbatda yana bir chiroyli tomoshaga beraylik. Bor narsani yo'q qilish o'yini, yo'q narsani qaytadan bor qilish o'yini, oddiy arqonibni ilonga aylantirish tomoshasiga navbat berib boramiz. Sizlarga xizmat qilib borsin shogirdim Dilshodbek ajoyib bir qarshi bilan kutib olamiz. Marhamat. Hadi. Ana buni ko'ring, e'tibor bering. Tunda kirmagan Instagram, Telegram, WhatsApp, YouTube'ga qo'yilmaganda bitta bo'ladi. Qo'lab turgan Arqon ilon bo'ladimi deydi, uzoqdagilar. Yaqinroq keling. Uzoqdan so'zimiz sharali, ma'noli, to'liq eshitilishi mumkin. Tomosha yaqindan ko'riladi. Ana endi ko'ring guvoh bo'ling, oddiygina mana shu sariq Arqon nima bo'ladi? Juda qiziq. Qarsak bo'lsa yana qiziq. Qarsak bormi? Qarsak bo'lagani katta. Hay. Ha, yigitlar shor bo'lib. Aylo bo'ladimi bu? Havo tushadimi bu? Kavutar bo'ladimi deydi. Bir ko'ringlar guvoh bo'linglar. Ana buni qarang. Yo'q. Ana buni qarang, shu hastalarga aylanayapti. Shor bo'lib, shor bo'lib, qani. Shor bo'lib, yana buni qarang. Hey, rahmat. Hey, qarsiymi o'yapti? Qadrdonlar qarsiymi? Ha, yigitlar, shakil berib. Shor bo'lib. Qani. Hey, rahmat. Dilshod aka, bu tomonda odam ko'payib ketyapti. Ana shuni oling, bu tomonga qo'ying aka, bu tomonga qo'ying. Uzoq yer ko'rmayapti bu. Arqon jon kirsin, bir ko'raylik. Qani! Ha, barakallah. Shor bo'l. Qani.
bo'lsin qadrdonlardan arqon havoda uchsin. Yerdan ko'tarilib ilonga o'xshab sudalasa hisob bo'ladi. Isho ras. Hali yetdi. Hay hay. Hoppa hoppa hoppa. Ana buni qarang. Ish tomoshalar buni. Bunaqasini yo'q bo'lyapti. Mana shu yerga mustaqilada. Arsiylar bular. Barakalla, barakalla. Ha yigitlar. Hop. Hali. Sho'r bo'lib. Rahmat. Dilshodbek aka, ana shuni o'rtaga qo'ying aka. Ko'pchilik ko'rmayapti deydi. Bir olib keling, bir jonzotga aylantiraylik. Qarsak bo'lsin qadrdonlardan. Qani! Sho'r bo'lib. Ha. Hoppa. Oling, yangilarni oling, bir ko'raylik endi qadrdonlar. Ha. Hay. Hadi. Sho'r bo'lib, asta. Osonmas bu tomosha. Hey. Qani. Ana tezligi. Ishonib qo'ying. Hay. İlondan qo'rqmaysizlarmi? Bo'ldi endi menga bilaman. Ilondan ham qo'rqamida. Hey, menga 2 dona yigitlardan kerak, chaqqon yigitlardan bormi? Siz kattasiz. Ana, bo'lar ekan, keling. Siz ham kelavering. Keling, duosini aytamiz, ilon bo'ladi. Ilondan qo'rqmaysizmi? Yo'q. Aniqmi? Ha. Javobmi? Javob. Yo, qovobmi? Javob. Ha, duosini aytamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Katta bo'lyapsizmi? Ha. Tez gapiring. Katta bo'lyapsizmi? Ha. Katta bo'lyaptimi? Ha. Katta bo'lyapti ekan. Nima katta bo'lyapti? Nima katta bo'lyapti? Aytadi. Aytolmaydi. Aytsang uyat bo'ladi, ha? Ana endi duosini aytamiz. Obraka, tobraka, shobraka. Abrakadabra. Yo. Go mana tanat bilan-da, aktyorlik bilan. Cho'zib aytamiz, bo'ptimi? Obraka, tobraka, shobraka. Abrakadabraka shobraka. O sariq arqon ilon bo'lib tush. Sariq. Ey degan. Ey. Katta xoling chaqiryapsanmi? Ey! Arqon ilon bo'lib pastga tush. Arqon ilon bo'lib pastga tush. Shimimdan kirib yoqqandan chiqib. Shimimdan kirib yoqqandan chiqib. Bu. Ana qimillayapti. Hay. Yo, qarsak bo'lsin, qarsak bo'lmayapti. Bu qani qarsak ekan deganda. Hay. Rahmat. Arqon bilan ajoyib tomosha bo'ladi sizlar. E'tibor beringlar. Zo'r tomoshalar qo'yib beraman. Sizlarning kayfiyatlaringni ko'taraman. Faqat pul so'ramayman. Qarsak so'rayman xolos. Qarsak. Rahmat. Endi ukalarim orqaroqqa o'tib turasizlar, ha? Bitta